Mana yana bizada har xil badlarimiz bor. Juda ham badlarni turi ko'p. Keling bularni ham aytib o'tib ketaman. Mana demak, bizada eng ko'p sotiladigan mahsulotlarimizdan yana bittasi bu biodron. Biodron bu adaptogen, bu vitamin emas, bu bad emas, bu adaptogen. 28 ta bo'ladi. Yosh bolalar kuniga bittadan, kattalar kuniga 2 tadan ichadi. Bu уже chillasi chiqqan chaqaloqdan boshlab mumkin. Bu nima qiladi? Bu birinchidan ichilayotgan har qanaqa mahsulotning ta'sirini kuchaytirib beradi. Ta'sirini yana ham yaxshiroq, tezroq sezishingiz uchun bo'ladi. Keyin bu zo'r energiya beradi. Haqiqiy energiya booster mahsulot hisoblanadi. Keyin yana nima? Bu demak immunitetni ko'taradi. Gripp, shamollash, isitma bo'ladimi? Hammasini davolab beradi. Og'riqlarni qoldirib beradi. Har qanaqa mahsulot bilan ichilganda ta'sirini kuchaytiradi. Deylik, mana bitta mahsulotlarimiz bor. Mana masalan, mana bu choylar bilan aytadigan bo'lsak, mana biodron bilan lyuks choyni birgalikda ichganda gemoroyni davolab beradi. Liverpool bilan biodron birgalikda ichiladigan bo'lsa, o't qopidagi toshni so'riltirib yuboradi. Sirroz, gepatitlarni davolab beradi. Bundan tashqari mana Donna Bella choyimiz ham bor. Donna Bella choyi bilan biodronni birgalikda ichadigan bo'lsa, bu kistalarni so'riltiradi, miomani quritadi, eroziyani quritadi. Xo'p, mastopatiyani ham davolab beradi. Olgan har qanaqa gormoningizni yuvib chiqazib tashlaydi va aynan homilador bo'lish uchun ham biodron va Donna Bella birgalikda ichiladi. Undan tashqari mana biodron bilan vodoley birgalikda ichiladigan bo'lsa, bu demak pochkadagi toshlarni ko'chirmasdan maydalab qum shaklida tushiradi. Ya'ni pochkada tosh ko'chirish bu juda opasniy narsa. O'shaning uchun bu ko'chirmaydi toshni. Shunaqa qilib og'ritmasdan, sekin-asta uzoq muddat davomida toshlaringizdan bez operatsiya hech qanaqa ko'chmasdan qutula olasiz.